Endi sizni Elon Musk tufayli ishdan bo'shatishlari mumkin, chunki u sizning ishingizni bajara oladigan vositani ishga tushirdi. Haqiqiy xodim kabi siz unga vazifani bir marta ko'rsatasiz va u buni davom ettiradi. Elon Xitoy bilan ham raqobatlashmoqda, eng yuqori modeli narxini pasaytirmoqda. Mark Zukerberg chetda qolishni xohlamadi. U ham model chiqardi, lekin bu butunlay bepul. U internetga ehtiyoj sezmasdan kompyuteringizda ishlay oladi. Va bu shu hafta sun'iy intellekt sohasidagi 12 ta eng yirik yangiliklardan faqat 3 tasi. Xitoyning Krab-Kaya kompaniyasi hozirgina Glim 5.3 ni ishga tushirdi. Bu ularning eng yangi sun'iy intellekt modeli bo'lib, dasturlash, sun'iy intellekt agentlari va kiberxavfsizlikda raqobatlashish uchun yaratilgan. OpenAI bir vaqtning o'zida 4 ta yirik yangilik chiqardi. Claude sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentni aniqlashning mutlaqo yangi usulini taqdim etdi. Google brauzeringiz ustidan yanada ko'proq nazorat beradi. Nvidia sun'iy intellekt uskunalari sohasida yana bir ulkan qadam tashladi. DeepSeek esa dunyoning eng yirik kompaniyalariga bosim o'tkazadigan yangi model bilan qaytdi. Shuningdek, biz Elonning sun'iy intellekt xodimi Abobatrokni sinab ko'rmoqdamiz va unga haqiqiy vazifa berganingizda nima bo'lishini ko'rsatamiz. Xo'sh, haftaning sun'iy intellekt sohasidagi eng aqldan ozgan 12 ta yangiligiga o'tamiz. Har doimgidek, agar biron bo'lim juda texnik tuyulsa, sizni qiziqtirgan keyingisiga o'tib ketavering. Barcha foydali havolalar va resurslarni hamjamiyatimizga qo'shdim. Havolalar tavsifda, endi videoga sho'ng'iymiz. Elon Musk kompaniyasi hozirgina sizning ishingizni haqiqatan ham bajara oladigan sun'iy intellekt xodimlarini ishga tushirdi. Ularning nomi Grokbot va har biri sizning hamkasbingizdek ishlaydi. Birganda yuborishni topshirishingiz yoki dushanba kuni nechta xodim kelishini tekshirishni so'rashingiz mumkin. Hatto Grokka ishlaringizni qanday bajarishingizni tushuntirishingiz shart emas. Shunchaki bosing, vazifani o'rgating, so'ng ishni qanday qilishingizni ko'rsating. U kuzatadi, qadamlarni o'rganadi va buni keyin takrorlay oladigan ko'nikmaga aylantiradi. Va u sizning kompyuteringizni ishlatmaydi. Har bir Grokbot Cloud'da o'z shaxsiy kompyuteriga ega bo'ladi. U yerda saytlar ochib, email yuborib, siz ishlayotganingizda vazifalarni bajaradi. Eng ajoyibi shundaki, botlar bir-biri bilan muloqot qilib, ishni bir-biriga uzata oladi. Yana biri vazifani tugatadi, keyin keyingi botga nima qilishni aytadi. Xitoy ochiq kodli modellarni bepul chiqara boshlagandan beri, AQSh kompaniyalari ular bilan raqobatlasha olmayapti. Amerika kompaniyalarining foydalanishining qariyb 60% Xitoy modellariga to'g'ri keladi. Mark Zukerberg buni o'zgartirishga qaror qildi. U Lama modelini chiqardi, uni bepul yuklab olish va ishlatish mumkin. Bu 30 milliard parametrli model va maqsad uni 20 gigabaytdan kam xotirada ishlaydigan darajada ixcham qilish edi. Masalan, uy ko'ngilochar tizimingiz uchun boshqaruv panelini yaratishni so'rashingiz mumkin. Shundan so'ng Lama qadamlarni aniqlaydi, tarmog'ingizdagi qurilmani topadi, panelni quradi, uni ochadi va hattoki hammasi ishlayotganini tekshiradi. Agar unga maxfiy narsa kerak bo'lsa, masalan parol, u shunchaki to'xtab sizdan so'raydi. Va muhimi, bularning barchasi bulutli serverda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri sizning kompyuteringizda amalga oshadi. Demak, ma'lumotlaringiz mahalliy qurilmangizda qolishi mumkin. Xitoyning Spu AI kompaniyasi hozirgina Glim 5.3 ni chiqardi. Bu dasturlash, agentlik imkoniyatlari va kiberhimoya uchun yaratilgan model. Glim 5.2 bilan solishtirganda, u ancha yaxshi kod yozadi va kamroq chiqish tokenlari bilan ancha yaxshi natijalar beradi. Va ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha u Kimi kuch, Cloud Fable 5 va 5.6 Sol kabi modellar bilan yaqindan raqobatlashadi. U kiberxavfsizlikda juda kuchli bo'lgani uchun xavfsizlik tekshiruvlaridan so'ng bosqichma-bosqich chiqariladi. Ammo tez orada uni bepul yuklab olish mumkin bo'ladi. Har bir yangi reliz bilan Xitoy dunyoga nima uchun sun'iy intellekt sohasida birinchi ekanini ko'rsatmoqda. OpenAIda 4 ta qiziqarli yangilanish bilan ajoyib hafta bo'ldi. Birinchidan, ular xakerlardan oldin xavfsizlikdagi bo'shliqlarni topish uchun yaratilgan 5.6 saybachini ishga tushirishdi. U shunchalik kuchliki, testlarda xavfsizlik bo'yicha murakkab vazifalarning 95% ni bajardi. 5.6 Solning reliz versiyasi esa atigi 15%. Shuning uchun unga kirish hozircha cheklangan. Undan faqat tasdiqlangan xavfsizlik guruhlari va kiberxavfsizlik tadqiqotchilari foydalanishi mumkin. Ikkinchidan, OpenAI 5.6 Solni yangi ultra tezkor rejim tufayli 14 baravargacha tezlashtirdi. Bir testda OpenAI standart va ultra tezkor rejimlarni taqqoslab, simulyatsiya yaratishni so'radi. Va ultra tezkor rejim qanchalik tez ishlaganini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Yana bir testda Cloud Fable 5 ga qarshi logika bo'yicha ultra tezkor rejim atigi 11 soatda uddaladi. Cloud Fable 5 esa xuddi shu vazifaga 78 soat vaqt sarfladi. Uchinchidan, katta yangilanish shundaki, ChatGPT endi Google vositalari bilan ishlay oladi. Yorliqlarni almashtirish o'rniga siz to'g'ridan-to'g'ri Dots, Sheets va Slides bilan ishlashingiz mumkin. ChatGPTda Google Drive'ni oching va papkani ChatGPTga qo'shing. U vazifani bajarib, to'g'ridan-to'g'ri Google Docs yarata oladi. Hatto hujjatni ochib, uni ChatGPTda tahrirlashingiz ham mumkin.
Bu haqiqiy yutuq samaradorlik uchun. To'rtinchisi, yangilanish shundaki, ChatGPT endi kompyuteringizda kecha nima qilganingizni eslay oladi. Ish stoli ilovasida kompyuter tarixi funksiyasini belgilang va unga savol bering. U Slack, pochta, kalendar kabi dasturlarni ko'rib chiqadi va nima qilganingizni umumlashtiradi. Masalan, u sizga Slack va pochtadagi ertalabki xabarlarni ko'rib chiqqaningizni, keyin savdo trekerini tekshirganingizni aytadi. U hatto keyingi ishingiz nima bo'lishini va qanday to'siqlar borligini ham taklif qilishi mumkin. Demak, OpenAI nafaqat buni aqlliroq qilmoqda, balki uni haqiqiy ishingizga ancha yaqinlashtirmoqda. Elon Musk bu poygada g'olib chiqmoqda. U hozirgina Grok 4.6 ni chiqardi. Birinchidan, endi u sizning kod bazangizni yaxshiroq tushunadi. Shuning uchun bir xil loyihani qayta-qayta tushuntirishingiz shart emas. U murakkab vazifalar ustida uzoqroq ishlay oladi, yarim yo'lda to'xtamasdan. Va u jamoangiz allaqachon ishlatayotgan vositalarni, masalan, GitHub, Slack, Google, kalendar va Figma ni yaxshiroq tushunadi. Grok shuningdek, ko'proq o'rnatilgan dasturlash ko'nikmalariga ega. Shuning uchun kamroq ko'rsatmalar bilan aniq muhandislik vazifalarini bajara oladi. Lekin bu faqat kodlash emas. Grok 4.6 dizaynda ham ancha yaxshilandi. U oddiy profil kartasini veb sahifaga aylantira oladi yoki tog' suratini olib, uning asosida to'liq sayohat rejasini tuza oladi. Nihoyat narxga qarang. Bu kirish va chiqish tokenlari uchun atigi $2 va $6. Buni shunga o'xshash intellektga ega modellar, masalan Opus 4.8 bilan solishtiring. Ular mos ravishda $5 va $25 turadi. Demak, Grok 4.6 shunchaki aqlliroq bo'lib qolmayapti. Bu model token bo'yicha eng yuqori intellektual samaradorlikka ega. Agar shu sohasidagi eng yaxshi yangiliklar haqidagi bunday videolar sizga yoqsa, ushbu kanalga obuna bo'ling. Biz ularni har hafta chiqaramiz. Shuning uchun YouTube keyingi videoni tasmangizda ko'rsatadi. Google endigina internetsiz ishlaydigan o'z tarjimonini yaratdi. U Gemma translator deb nomlanadi va to'liq Raspberry Pi 5 da ishlaydi. Ya'ni bu aslida kichkinagina kompyuter. Qurilmada batareya, kichik sensorli ekran, mini dinamik va klaviatura bor. Va u kichik Gemma modeli asosida ishlaydi. Unga gapirasiz, u ovozingizni tarjima qiladi va boshqa tilda javob beradi. Google bu loyihani ochiq kodli qildi. Shuning uchun o'z versiyangizni yaratishingiz mumkin. Tez orada bu ko'pchilik ilovalarning internetsiz ishlashiga imkon beradi. Claude endigina Chrome'ni sun'iy intellektli hamkasbga aylantirdi. Anthropic endigina Chrome'dagi Claude'ning yon panelini yangiladi. Endi u sizda ochiq bo'lgan varaqlar bilan bevosita ishlay oladi. Agar turli varaqlarda hisob-kitoblaringiz ochiq bo'lsa, shunchaki Claude'dan oylik hisobotingizni tuzishni so'rang. Claude har bir varaqni ko'rib chiqadi, hisoblarni o'qiydi, raqamlarni ajratib oladi va to'liq hisobot yaratadi. Va buni ko'ring, u hatto bu ma'lumotni olib, Google Sheet jadvalingizni avtomatik yangilay oladi. Barcha tafsilotlarni Claude chatida olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz varaqlar orasida ma'lumot nusxalash o'rniga, Claude endi bu ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri Chrome'da o'qib, tartiblab va ko'chira oladi. Nvidia sizni ship poygasiga sarmoya kiritishingizni xohlaydi. Tushuntirib beraman. Nvidia shunchaki chiplar yasashdan ko'ra ko'proq ish qiladi. U shu uchun juda katta infratuzilma yaratmoqda va buni qurish milliardlab dollarga tushadi. Endi Nuvda ham investorlardan buni qurishda yordam so'ramoqda. Reja mana shunday. AI kompaniyalari ushbu uskunadan foydalanish uchun pul to'laganda, Nuvda daromad oladi va investorlarga qaytaradi. Nuvda esa o'z chiplari yillar davomida xizmat qilishiga ishonadi, hatto yangi texnologiyalar paydo bo'lganda ham. Masalan, uning AI 100 chiplari. Bu loyihani amalga oshirish uchun Nuvda BlackRock va Goldman Sachs bilan birlashib, $500 milliard ortiq mablag' jalb qilmoqda. Demak, endi Nuvda orqali yana bir usulda daromad olishingiz mumkin. Biroq hozirgina Photoshop o'rniga o'zining eng so'nggi tasvir modelini taqdim etdi. U Imaginary 2.0 deb nomlanadi va maqsadi real ishda ishlatiladigan tasvirlar yaratish. Mana uning 4 ta asosiy xususiyati. Birinchisi, tasvirning faqat bir qismini tahrirlash mumkin, qolganini o'zgartirmasdan. Masalan, siz bu sumkaning uslubini o'zgartir va kerakli matolarni qo'sh, deyishingiz mumkin va u tabiiy natija yaratadi. Hatto rasmlarni belgilab, bu rasmlarni almashtir deb ayta olasiz. Yoki divanni tanlab, uni uxlayotgan itga almashtir deyishingiz mumkin. Va butun tasvirni qayta ishlash o'rniga, u faqat belgilangan qismni tahrirlaydi. Ikkinchisi, aqliy masshtablash deb nomlangan funksiya mavjud. Ya'ni bitta tasvir bir zoomda kvadrat, portret yoki landshaft formatiga moslashadi. Uchinchisi, Imaginary 2.0 murakkab ko'rsatmalarni ham yaxshiroq bajaradi. U toza va o'qiladigan matn, diagrammalar, qo'lda yozilgan eslatmalar va illyustratsiyalar bilan to'liq kitoblar yarata oladi. Nihoyat, u elektron tijorat, video kontent, o'yin aktivlari va boshqalar uchun shablonlarni ham taqdim etdi. Demak, Grok Imagen endi oddiy rasm yaratishdan tashqariga chiqyapti. U ko'proq sun'iy intellekt dizayni uchun vosita sifatida ishlay boshlayapti. O'tgan hafta biz sizga DeepSeek kompaniyasining Vector Flash modeli haqida aytib bergandik. Nihoyat, uning yanada kuchliroq Vector Pro modeli chiqdi. U murakkabroq agent vazifalari uchun yaratilgan, masalan, dasturlar
turlash, vositalardan foydalanish va uzoq ish jarayonlari. Va u haqiqatan ham yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda. Ko'plab agent testlarda u Glim 5, 2, Kimi kuch va Opus 4, 8 kabi modellardan qolishmaydi. Hatto ulardan ustun ham keladi. Shuningdek, vazifa murakkabligiga qarab, modelning fikrlashga qancha vaqt sarflashini ham nazorat qilishingiz mumkin. 16 avgustdan boshlab DeepSeek 4 Flash va Pro uchun eng yuqori bo'lmagan soatlarda narxlarni 50% ga pasaytiradi. Demak, DeepSeek xuddi shu strategiyaga amal qilmoqda. Kuchli agentlarni yanada aqlliroq, keyin esa ulardan foydalanishni arzonroq qilish. Hermes agenti bot rejimi paydo bo'ldi. Aslida har bir profil yoki bot bilan alohida vaqtingiz bor. Bu botlarni boshqarish, ularga vazifalar, tavsiflar, profil rasmlari berish va ular o'rtasida muloqot qilish mumkin. Shunday qilib, sizda kod yozadigan bot dasturchi va hammasi ishlayotganini tekshiradigan tester bo'lishi mumkin. Shu tarzda ular har safar noldan boshlash o'rniga o'z rollari, xotirasi va shaxsiyatini saqlab qolishadi. Hozirda bot rejimi Hermesning shaxsiy kompyuter versiyasida sinov uchun mavjud. O'qituvchilardan tortib rekruterlargacha hamma bitta katta muammoga duch kelgan. Biror narsani inson yozganini yoki sun'iy intellekt yaratganini qanday bilish mumkin? Claude bunga oddiy yechim topdi. Bu Claude yaratgan matnlarga ko'rinmas suv belgilarini joylashtirish. Ular matndan nusxa ko'chirilganda yoki ozgina tahrirlanganda ham saqlanib qoladi. Tekshirish vositalari yordamida esa faylning kelib chiqishi va tahrirlash tarixini ko'rish mumkin. Bu faqat matnga tegishli emas, balki Claudening rasmlari va fayllarda ham ishlaydi. 6 ta kontentni nusxalash o'tmishda qolishi mumkin. Endi Elon Muskning eng yangi mahsuloti Grokbotdan foydalanish bo'yicha qo'llanmaga o'tamiz. Grokbot bu aslida sizning hamkasbingiz bo'lib, unga haqiqiy ishni ishonib topshirishingiz mumkin. U sizning vositalaringizga kira oladi, xuddi siz kabi ulardan foydalanadi va tayyor natija bilan qaytadi. Siz OpenCloud yoki Hermes Agent kabi shunga o'xshash vositalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin Grokbot sozlashni ancha soddalashtiradi. Eng yaxshisi shundaki, har bir botning o'z shaxsiy kompyuteri bor. Buni hozir ko'rsataman. Siz turli vazifalar uchun bir nechta botlar yaratishingiz, ular bilan Slack yoki WhatsAppdagi hamkasblardek muloqot qilishingiz va hatto ularga birga ishlashga ruxsat berishingiz mumkin. Vaqt o'tishi bilan ular siz kabi ishlashni o'rganadilar. Ular turli vositalarga ulanishi va kompyuter hamda mobil qurilmalar o'rtasida sinxronlasha oladi. Boshlashdan oldin narxlar haqida gaplashamiz. Grokbot Kersa Ultra obunasi bilan taxminan oyiga $200 yoki Hiavek Super Grok uchun $300 narxida taqdim etiladi. Bu albatta arzon emas. Oxirida bunga pul to'lashga arziydimi yoki yo'qmi, hal qilamiz. Endi Grokbotni ochamiz. Bu asosiy panel va men allaqachon turli vazifalar uchun bir nechta botlar yaratganman. Staynahead mening jamoam va WhatsApp hamjamiyatim uchun AI yangilanishlarni topadi. Agar siz har kungi yangilanishlarni olishni istasangiz, havola tavsifda. Yana Alex ham bor, u mening ssenariylarim uchun manbalar qidiradi. Birini men Jonni Ive deb atadim, u men uchun dizayn va animatsiyalar yaratadi. Yana Bist ham bor, YouTube rivojlanish bo'yicha hamkorim, u analitikani tekshiradi va nima ishlayotganini, nima ishlamayotganini aytadi. Qiziq eshitiladi, to'g'rimi? Men sizga ular qanday ishlashini batafsil ko'rsataman, o'zingiznikini yaratishingiz uchun. Keling, oldinda bo'lishdan boshlaymiz. Men doim turli AI kompaniyalarni tekshirib o'tirishim o'rniga, u dunyo yangiliklarini o'rganadi va muhimlarni jamoamga yuboradi. Men u bilan anchadan beri gaplashyapman, shuning uchun u kontekstga ega. Xo'sh, shunchaki so'raymiz, oxirgi suhbatimizdan beri yangi narsa bormi? U oldingi hisobotni tekshiradi, yangiliklarni qidiradi va manbalar bilan ikkita muhim yangilikni topadi. Keyin esa AI yangiliklari haqidagi Slack kanalimizga joylash uchun ruxsat so'raydi. Ha deymiz va men Slackni ochganimda yangiliklar allaqachon u yerda. Keyingisi Jonni Ive mening dizayner botim. Men undan Grokbot logotipi uchun dinamik animatsiya yaratishni so'radim va mana buni ko'ring. U logotipni oladi, shakllarni o'zgartiradi va Grokbot logotipining yakuniy variantini chiqaradi. Shunday qilib, menga dizayn yoki animatsiya kerak bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri unga murojaat qilaman. Keyin Bist bor. Bu asosan mening YouTube rivojlanish botim. Men uni kanal ma'lumotlariga uladim. Shunda u obunachilar ko'rishlarini, tomosha vaqtini, chitir va video samaradorligini ko'radi. Endi men shunchaki so'rayman, har kuni ertalab soat 7, nolda analitikani tekshirib, menga nima o'zgarganini, nima yangiligini va keyin nima qilishim kerakligini aytib tur. Va Grok unga avtomatik ravishda kun tartibini tuzadi. Va bu eng zo'r funksiyalardan biri. Agar shu yerga bossangiz, bu Grokbotning haqiqiy kompyuterini ko'rishingiz mumkin. Grokbotga alohida kompyuter beradi. U yerda bot saytlarni ochib, ishni mustaqil bajarishi mumkin. Men tizimga faqat bir marta kiraman, keyin bot kerak bo'lganda bu vositalardan foydalanadi. Mana u YouTube va Tideoni ochib, hisobot uchun analitikani tekshiryapti. Shu vaqtda men boshqa ishlar bilan shug'ullanishim mumkin.
Ikkinchidan, har bir botning ismini, sarlavhasini, tavsifini va profil rasmini sozlashingiz mumkin. Nihoyat, vositalarni ulash ham juda oson. Pluginlarda Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack va boshqa ko'p narsalarni ulashingiz mumkin. Faqat kerakli vositani toping va uni ulang. Endi botni noldan yaratamiz. Faraz qilaylik, siz hamkorlik xatlari bilan ishlash uchun shunday botni xohlaysiz. Yangi yaratish tugmasini bosing va unga bitta oddiy ko'rsatma bering. Mening hamkorlik agentim bo'l, hamkorlik xatlarini tekshir, javoblar tayyorla va yuborishdan oldin mening tasdig'imni kut. Hammasi shu. Grok botni nomlaydi va sizdan Gmail ulashni so'raydi. Hisobingizga kirganingizdan so'ng u pochtani tekshiradi, muhim xatlarni topadi va ularga javob qoralamalarini tayyorlaydi. Va siz kutishni buyurganingiz uchun sizning tasdig'ingizsiz hech narsa yuborilmaydi. U hatto ish kunlari har kuni ertalab pochtangizni avtomatik tekshirish uchun jadval ham yarata oladi. Demak, bitta so'rov orqali siz o'zingizning shaxsiy hamkorlik AI yordamchingizni yaratdingiz. Endi esa navbatdagi funksiya, ehtimol eng qiziqarlilardan biri. U vazifani o'rgatish deb ataladi. Uzoq so'rovda har bir qadamni tushuntirish o'rniga vazifani bir marta o'zingiz bajarasiz va Brok sizni kuzatib turadi. Vazifani o'rgatish tugmasini bosing va Brok yozib olishni boshlaydi. Masalan, San-Fransiskoda yana startaplarni qidirishingiz, kompaniyani ochishingiz, uning sayti va manzilini nusxalashingiz hamda bu ma'lumotni Google jadvalga qo'shishingiz mumkin. Bu oddiy misol, lekin buni yuzlab kompaniyalar uchun qo'lda qilish kerakligini tasavvur qiling. Tugatgach, yozishni to'xtatish tugmasini bosing va namoyishdan o'rganishni tanlang. Brok sizning harakatlaringizni tahlil qiladi va ularni qayta ishlatish mumkin bo'lgan ko'nikmaga aylantiradi. Shunday qilib, keyingi safar bot xuddi shu ish jarayonini siz uchun takrorlay oladi. Hatto muntazamlikni qo'shib, buni avtomatik ravishda sodir bo'lishini ham sozlashingiz mumkin. Aynan shu yerda Brok bot sizdan odatiy ishlarni olib tashlay boshlaydi. Yana bir muhim funksiya ham bor. Sizning botlaringiz bir-biri bilan muloqot qila oladi. Masalan, siz bot va boshqalarni muvofiqlashtiruvchi apparat rahbarini yaratishingiz mumkin. Unga shunchaki stehol deb yozish kifoya, u eng so'nggi yangilanishni beradi. Apparat rahbari steholga so'rov yuboradi. O'sha bot ishni bajaradi va javob o'sha chatga qaytadi. Ya'ni bir bot ishni boshqasiga topshirib, natijani qaytarib olishi mumkin. Siz shunchaki alohida xodimlar yaratmayapsiz, balki jamoa qurishni ham boshlashingiz mumkin. Brok bot juda ko'p ajoyib funksiyalarga ega, lekin hali ham bir qancha cheklovlar mavjud. Hozircha Brok bot asosan Brok 4.6 bilan ishlaydi. Shuning uchun turli modellar o'rtasida tanlash erkinligingiz unchalik katta emas. Siz Append yoki Hermes kabi vositalardagidan kamroq sozlash imkoniyatlariga ega bo'lasiz, lekin bu hali birinchi versiya. Va aynan global g'oya buni qiziqarli qiladi. Har bir vazifa uchun yangi chat ochish o'rniga siz AI xodimlar jamoasini qurishingiz mumkin. Bugungi kunda Grok bot oyiga taxminan 200 dan 300 dollargacha turadi. Albatta, bu hammaga kerak bo'lmaydi, lekin Grok botdan bepul foydalanish haqida video tayyorlashimni istasangiz, izohlarda yozing. Keyin, agar siz o'z birinchi AI agentingizni yaratmoqchi bo'lsangiz va umuman dasturlash ko'nikmalaringiz bo'lmasa, bu videoni ko'ring. Va nihoyat, buni ko'rayotganlarning 70% hali obuna bo'lmagan. Shuning uchun YouTube sizga AI olamidagi yangiliklar haqidagi keyingi videomizni ko'rsatmaydi. AI olamidagi voqealardan xabardor bo'lish uchun hozir obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha